Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Crazy. Men bugun videoda sizlarga Minecraftning 1.21 versiyasi uchun top 10 ta modlarni ko'rsatib chiqaman. Sizlar esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida men bu modlarni qayerdan yuklab olish kerakligini aytib o'taman. Qani bo'lsa vaqtni cho'zmasdan top birinchi modimizga ketdik. Mana do'stlar, bu top birinchi modimiz va top birinchi modimizda hamma so'ragan bu animatsiya modi. Mana do'stlar, animatsiya bilan yuradi, har xil animatsiya bilan yuguradi. Animatsiyalar juda ham chiroyli, xuddi haqiqiydek yuguradi va mamlaqa qilib bloklarni kavlaydi. Va agar qo'lingizga qilich olsangiz, mana do'stlar, qilichda ham animatsiyasi bor do'stlar. Mana do'stlar juda ham chiroyli va qilichni olib yugurganda esa mamlaqa qilichni ikkita qo'li bilan ushlab yuguradi. Va do'stlar, uchganda ham uni animatsiyasi bor. Mana do'stlar, mamlaqa qilib uchadi. Men uchaman. Juda ham chiroyli. Do'stlar, bu top birinchi modimizda shu animatsiya modi edi. Biz endi top ikkinchi modimizga o'tamiz. Mana do'stlar, bu top ikkinchi modimiz va top ikkinchi modimizda bu F5 modi. Bu ham hammaga kerak menimcha. Mana tepada turgan knopkalarni ko'rgan bo'lsanglar, mana birinchi turgan knopkamiz. Mana ikkinchi litso, uchinchi litsoga o'tkazish. Mana do'stlar, bitta bossanglar mana shunaqa bo'ladi, ikkinchisida bunaqa, uchinchisida shunaqa. Do'stlar, endi bu yerda bunaqa survival rejimga yoki kreativ rejimga o'tishingiz ham oson. Mana bu survival rejim, bu esa kreativ rejim. Va nastroykadan kirib o'tkazishlardan ko'ra bu yerdan osonroq bo'ladi. Shuning uchun bu modni ham yuklab olishinglarni tavsiya beraman. Juda ham kerakli mod. Do'stlar, bu ikkinchi modimiz edi. Endi biz top 3-chi modimizga o'tamiz. Mana do'stlar, biz top 3-chi modimizga ham yetib keldik. Va top 3-chi modimizda bu mana bu 3 ta tuxumni ko'rib turgan bo'lsanglar kerak. Bu hozir internetda mashhur bo'lib ketgan Italyan prirodlar modi edi. Mana do'stlar, hozir buni qo'yaman. Agar buni bilmaganlar hozir bila oladi, bilganlar o'zi bildi. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Mana do'stlar, buni ovozi ham bor. Olib borsanglar ismini aytaverib joningizga tegib ketadi. Ikkinchisi esa Trallallero trallallà, porco dio e porco Allah. 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 mana do'stlar, ko'rdinglar. 3 ta tuxum qo'shiladi o'zi. Brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Juda ham kulgili do'stlar. Bu hozir bilgan bo'lsanglar, YouTube'larda va internetda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shuning uchun buni Minecraftga ham qo'shishdi. Endi biz top 4-chi modimizga o'tamiz. Mana do'stlar, bu top 4-chi modimiz edi. Top 4-chi modimizda bu o'zbek pullar modi. Mana do'stlar, bu 100 mingtalik va 1000 so'mtalik, 200 so'mtalik va 200 minglik, 2000, 50 ming va 500 so'm, 5000, 10 ming va barcha pullar qo'shiladi do'stlar. Endi esa top 5-chi modimizga ketdik. Mana do'stlar, biz top 5-chi modimizga ham keldik. Top 5-chi modimizda esa bu mashinalar modi. Oh my god! Wow! Bu yerda juda ham ko'p mashinalar qo'shiladi do'stlar. Mana hozir
olib ko'rsataman do'stlar. Har xil rangdagi mashinalar qo'shiladi. Siz bu mashinalarni olib bo'yasangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar, juda ham katta mashina. Hatto bu meni bo'yimdan ham katta ekan do'stlar. Mana boshqa mashinalar, har xil rangdagi mashinalar qo'shiladi. Hatto buni boshqa rangga o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar, sariq rangga o'zgartirsak bo'ladi. Do'stlar, bu mashinani haydasa ham bo'ladi. Hatto do'stlar, drift qilsangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar. Do'stlar, uni drift qilishini qaranglar. Mazza qilib drift qilib haydasangiz ham bo'ladi. Qochirib ketaman. Mana do'stlar, hozir drift qilamiz yana. Mana do'stlar, bu mashina modi. Bu top 5-modimiz edi. Buni yuklab olishlarini maslahat beraman do'stlar. Mazza qilib drift qilib yurasizlar do'stlar. Endi esa do'stlar 6-modimizga o'tamiz. Mana do'stlar, biz top 6-modimizga ham keldik. Bu modimiz sizga aniq kerak bo'ladi. Agar siz vijvaniya qilayotgan bo'lsangiz, bu modni yuklab olishingizni maslahat beraman. Bu modimizni hozir sizga ko'rsataman. Mana do'stlar, siz agar shunqa qorong'u joylarda yurgan bo'lsangiz, bu mod fakilni chap qo'lga oladi. Va mana ko'tarib yurganingizda yo'lingizni yoriq qilib ketadi. Do'stlar, fakilni chap qo'lga emas, oddiy shuni ko'tarib yursangiz ham yo'lingizni yoriq qilib ketadi. Agar bu modni qo'shmasangiz unday bo'lmaydi do'stlar. Faqat bu mod bilan shunaqa bo'ladi. Endi esa do'stlar, keyingi modimizga o'tamiz. Ya'ni top 7-modimizga o'tamiz. Mana do'stlar, biz top 7-modimizga ham keldik. Top 7-modimizda do'stlar, bu mod sizga yoqadi deb o'ylayman. Bu juda ham zo'r mod. Hozir ko'rsataman. Bu mod masalan, men bu cho'chqani shuni o'ldirasiz. Shunchaki kulib qo'ydi. Ichidan har xil narsalar tushadi mana. Mana do'stlar, sehrlangan belgilar berdi. Bu mod shunaqa cho'chqalardan har xil narsalar beradi. Mana do'stlar, olmos, zumrad berdi. Mana shunaqa cho'chqalarni o'ldirsanglar, ichidan har xil narsalar tushadi. Do'stlar, xullas bu 7-modimiz edi. Endi biz 8-modga o'tamiz. Mana do'stlar, biz top 8-modimizga ham keldik. Ko'rib turganingizdek do'stlar, top 8-mod bu TNT modi do'stlar. Bu modda shunaqa har xil TNTlar qo'shiladi. Diqqat bolalar, ozgina vaqtinglarni olaman. Shu video 500 ta like yig'sa, keyingi videoda shu TNTlarning hammasini portlatib ko'raman. Davay bolalar, 500 ta like ni yig'ib tashlaylar. Keyin men shu TNTlar bilan video olaman. Men bu TNTni kattaligini qaranglar do'stlar. Buni portlashini, qanaqa portlashini bilmadim, lekin do'stlar, bu menimcha dunyoni yo'q qilib yuborsa kerak. Shunaqa har xil TNTlarni qo'shadi do'stlar bu mod. Adashmasam, bu yerda 20 ta TNT qo'shadi. Mana do'stlar, shunaqa har xil TNTlarni qo'shadi. Demak, boshqa gapiradigan hech qolmadi. Demak, biz 9-modimizga o'tamiz. Mana bolalar, biz 9-modimizga keldik. 9-modimizga buni nomini bilmayman, lekin sizlarga shunaqa
mashinalar qo'shiladi. Bu menimcha harbiylarning mashinasi. Mana do'stlar, vertolyot ham bor, samolyot ham bor. Xo'p do'stlar, buni qaranglar. Ikki xil samolyot bor ekan. Buni haydasa ham bo'ladi. Mana do'stlar, men bu vertolyotni maza qilib uchib yuribman. Shu do'stlar juda ham tepaga chiqib ketdim. Do'stlar, buni minsa ham bo'ladi. Hammasini, samolyotlarni ham minsanglar bo'ladi. Bu mod juda ham zo'r va buni yuklab olinglar. Do'stlar, mashinani haydab yursam ham bo'ladi. Mana do'stlar, mashinani haydasa ham bo'ladi. Bemalol do'stlar. Mana samolyotda ham uchsa bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, samolyotda ham uchsa bo'ladi bemalol. Bu mod juda ham zo'r, sizlar buni yuklab olinglar va endi biz keyingi modga o'tamiz. Mana do'stlar, bu top 10-modimiz. Top 10-modimizda esa bu har xil qalqonlar modi. Mana do'stlar, bu qaysidir hayvon nomi esimdan chiqib ketdi va mana bunaqa bu sizni sovuqlar bilan urar ekan va bunaqa qalqon va Ender Dragonli qalqon va bunaqasi. Har bir qalqon har xil effektlar beradi do'stlar. Mana do'stlar, lavaligi. Mana bunaqa qalqon ham bor do'stlar. Va hozir do'stlar yana 3 ta qalqon bor. Mana do'stlar, bu gaz degan hayvonning qalqoni ekan. Gaz degan mob bu. Bu ham effektlar beradi do'stlar, qanaqadir. Mana bu ham yaxshi qalqon, chiroyli ekan. Va bu TNTli qalqon do'stlar. Mana do'stlar, top 10 modni ko'rib chiqdinglar va videoni endi eng qiziq joyga keldik. Men bu modlarni sizlarga qayerdan yuklab olish kerakligini aytaman. Bu modlarni barchasini meni Telegram kanalimdan bemalol o'tib yuklab olsangiz bo'ladi. Bu modlarni barchasini Telegram kanalimga tashlab qo'yganman do'stlar. Modlar yoqqan bo'lsa o'tib yuklab olinglar va videoga like bosmagan bo'lsanglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Ha, aytgancha, videoni oxirigacha ko'rganlar kommentariyaga oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'ysin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.